Agar siz qo'yib yuborishingiz kerak bo'lgan insonni qo'yib yubora olsangiz, birdaniga daromadingiz ham oshadi va ishlaringiz rivojlanishni boshlaydi. Misol uchun bitta mijozimiz menga murojaat qildi va yozyaptiki, "Men sevgan insonimni qo'yib yubora olmayapman, menga bu borada yordam bering" dedi. Va unga ko'rsatmalarni berdim va sirazi ertasigayoq yozyapti. Aytayaptiki, daromadim ham $500 ga ko'tarildi demoqchi. Ya'ni balki u kim bilandir shartnoma qilgandir yoki ishini bo'ldi endi ishlayman degan paytda qanaqadir mijoz chiqib qolgandir. Xullas shuna qilib $500 ga oshdi. Avval 2,5 ming edi, endi $3,000 topyapman degandaqa yozyapti. Va bunaqangi mijozlarimiz ko'p bo'lgan. Misol uchun bitta mijozimiz, ayol mijozimiz edi. U oyiga 15 million atrofida daromad qilardi. Va unga sevgan insonni qo'yib yuborish bo'yicha ko'rsatmalarni berildi va u o'zini boshqarishni, kayfiyatini boshqarishni boshladi. Ishlarini rivojlantirib, reklamalarni qilishni boshladi. Energichniy yuribdi kuniga va uni daromadi birdaniga 50 million. Ya'ni men 57 million topdim bir kunda bitta shartnomani o'zidan deb juda ham xursand holatda murojaat qilgan edi. Undan keyin ko'p xayriyalar qildi va uylar oldi o'zi uchun va mana bundan xursand bo'lib menga ba'zan tashakkur aytdi. Va shunday mijozim bor ediki, oyiga 350 million daromad qilaman dirdi. Hech qachon 350 milliondan ko'tarilmagan degan. Va unga sevgan insonni qo'yib yuborish bo'yicha ko'rsatmalar berildi va u birdaniga aytayaptiki, mana shu oydan boshlab daromadim 400 millionga ko'tarildi deb menga xursandchilik bilan murojaat qilgan. Va bunaqangi mijozlarim juda ham ko'p bo'lgan va bu sizda ham bo'lishi mumkin. Agar sizning ishlaringiz yurishmayotgan bo'lsa, juda ham jahldor bo'lib qolgan bo'lsangiz, misol uchun siz rahbar insonsiz, siz o'zingizning xodimlaringizga vazifalarni taqsimlab bera olmayapsiz yoki ishingizga jiddiy qara olmayapsiz, siz to'g'ri rejalarni tuza olmayapsiz. Ayni mana shunday vaqtda men yordamga kelaman. Mijozlarni o'zi bilan o'zim ishlayman ko'pincha va 2 haftalik mashg'ulotim ham bor. Misol uchun agar sizga mana shu kerak bo'lsa, meni o'zimga murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim siz bilan har kuni telefonlashib ishlayman. To'g'ri, bu xizmatim unchalik ham arzon bo'lmaydi. Bu haqiqatan ham sizni hayotingizni o'zgartirishingizga, qo'yib yuborishingiz kerak bo'lgan insonni qo'yib yuborib, hayotingizni yangitdan boshlashingizga yordam bera oladi. Shu sababdan agar meni xizmatim kerak bo'lsa, bemalol meni lichkamga murojaat qilishingiz va o'zimga yozishingiz mumkin.